Salom, qadrli tomoshabinlar va kanalimiz a'zolari. Bugun siz bilan har birimizga bevosita tegishli bo'lgan, ba'zilarimizni jiddiy muammolar girdobiga solishi mumkin bo'lgan juda muhim mavzuni muhokama qilamiz. Men hozir gapiradigan qonun o'zgarishlari sizning mulkingizga, uyingizga, yer uchastkangizga, hatto ijara shartnomalaringizga ham ta'sir qiladi. Agar siz O'zbekistonda ko'chmas mulk egasi bo'lsangiz, bu ma'lumot hayotiy zaruratdir. Uni bilmaslik yoki e'tiborsiz qoldirish jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga, huquqiy tortishuvlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bugungi videomizni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Chunki bu ma'lumot boshqa ko'plab insonlarga yetib borishi kerak. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va endi nimlar o'zgardi? Avvallari ko'chmas mulk egalari uchun qonunchilik nisbatan sodda edi. Mol-mulk solig'i ko'pincha inventar qiymat asosida hisoblanardi. Bu esa bozor qiymatidan sezilarli darajada past bo'lardi. Kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish jarayonlari bürokratik bo'lsa-da, ba'zi mulk egalari bu jarayonlarni uzoq muddatga qoldirishlari yoki umuman rasmiylashtirmasliklari mumkin edi. Kommunal xizmatlar uchun to'lovlar asosan qog'oz kvitansiyalar orqali amalga oshirilar. Qarzdorlikni aniqlash va undirish mexanizmi hozirgidek qat'iy emas edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan ko'chmas mulk sohasidagi shaffoflikni oshirish va mulk egalarining mas'uliyatini kuchaytirish maqsadida bir qator yangi qonunlar qabul qilindi. Eng katta o'zgarishlardan biri mulk solig'ining hisoblash usulida bo'ldi. Endi u mulkning bozor qiymatiga yaqinlashtirilgan kadastr qiymati asosida hisoblanmoqda. Bu esa ko'pchilik uchun to'lanadigan soliq miqdorini oshiradi. Kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish va yangilashga bo'lgan talablar kuchaytirildi. Eski namunadagi hujjatlar, noqonuniy qurilmalar yoki rasmiylashtirilmagan qo'shimcha binolar uchun jarimalar va hatto mulkdan mahrum etish xavfi paydo bo'ldi. Kommunal xizmatlar to'lovi sohasida ham qattiqroq nazorat o'rnatildi. Elektron tizimlar orqali qarzdorlik tezkor aniqlanmoqda va undirish mexanizmlari qat'iylashtirildi. Xususan qarzni to'lamaslik, xizmatlardan uzib qo'yish, ma'muriy javobgarlikka tortish va bank hisob varaqlariga cheklovlar qo'yishgacha borishi mumkin. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi mulk munosabatlarida tartib o'rnatish va davlat byudjetiga tushumlarni oshirish. Asosiy qo'yisim nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kimga xavotir olish shart emas, keling bu yangiliklarni batafsil ko'rib chiqaylik. Kim uchun bu ayniqsa muhim va kimlar uchun kamroq ahamiyatga ega ekanligini tushunamiz. Birinchidan, mol-mulk solig'iga oid o'zgarishlar. Endi mol-mulk solig'i har yili yangilanib boruvchi kadastr qiymatidan kelib chiqib hisoblanadi. Bu degani mulkingizning bozordagi qiymati oshgani sari soliq miqdori ham oshib boraveradi. Agar sizda bir nechta ko'chmas mulk obyekti bo'lsa, soliq yukingiz sezilarli darajada oshishi mumkin. Misol bir Toshkent shahrida yashovchi Alisher aka bitta kvartira va qishloqda yozgi uy, dala hovliga ega. Ilgari u ikkala mulk uchun taxminan 500 ming so'm mol-mulk solig'i to'lagan. Kvartirasining inventar qiymati 1 million so'm, dala hovlisining esa 1 million so'm edi. Yangi qoidalarga ko'ra, Toshkentdagi kvartirasining kadastr qiymati 400 million so'mga. Dala hovlisining esa 1 million so'mga baholandi. Soliq stavkasi, masalan, 0.2dan 0.75 gacha progressiv shkala bo'yicha qo'llanilsa, Alisher akaning Toshkentdagi kvartirasi uchun soliq 1 million so'm bo'lsa, dala hovlisi uchun 375 ming so'm bo'lishi mumkin. Umumiy soliq miqdori 375 ming so'mga yetadi. Ko'rib turganingizdek, soliq deyarli 3 barobar oshdi. Misol 2 shahar markazida yashovchi Dilfuza opaning nomida bitta kvartira mavjud. Ilgari uning kvartirasi uchun soliq to'lovi yiliga 300 ming so'm atrofida edi. Yangi kadastr qiymatlashdan so'ng uning kvartirasining kadastr qiymati 500 million so'mga baholandi. Endi u yiliga Lolko YBP'dan stavkada 1 ming so'm soliq to'lash kerak bo'ladi. Bu holatda ham soliq miqdori sezilarli darajada qariyb 4 barobarga oshgan. Kim xavotir olishi kerak? Bir nechta ko'chmas mulk obyekti egalari, yangi qurilgan va kadastr qiymati yuqori bo'lgan mulklar egalari, yirik shaharlar markazida joylashgan mulklar egalari, mulkini uzoq vaqtdan beri rasmiylashtirmaganlar. Kimga xavotir olish shart emas. Bitta ko'chmas mulk obyekti masalan, bitta kvartira egalari agar u ijtimoiy norma doirasida bo'lsa va ular pensiyada yoki
boshqa soliq imtiyozlariga ega bo'lsa, qishloq joylarda kichik mulklar egalari, soliq imtiyozlari mavjud bo'lgan shaxslar, va I guruh nogironlari, urush qatnashchilari, ammo imtiyoz miqdorini aniqlash zarur. Ikkinchidan, kadastr va mulkni rasmiylashtirishga oid o'zgarishlar. Endi barcha ko'chmas mulk obyektlari to'liq rasmiylashtirilishi va kadastr hujjatlari tartibga solinishi shart. Noqonuniy qurilmalar, kadastrda qayd etilmagan qo'shimcha binolar uchun jiddiy sanksiyalar, jarimalar va hatto buzish talabi paydo bo'ldi. Misol 3, Marg'ilonda yashovchi Bahrom akaning 1990-yillarda qurilgan uyida o'zboshimchalik bilan qurilgan katta ayvon va oshxona mavjud bo'lib, ular kadastr hujjatlarida aks etmagan. Yangi qoidalar joriy etilgandan so'ng kadastr organlari ushbu uyning haqiqiy holatini aniqlash uchun o'lchov ishlari olib borishdi. Natijada Bahrom akaning uyining umumiy maydoni hujjatlardagidan sezilarli katta ekanligi aniqlandi. U noqonuniy qurilgan binolarni qonuniylashtirish, jarima to'lab yoki ularni buzish talabi bilan duch keldi. Bu unga bir necha million so'mga tushdi. Misol 4. Qarshida yashovchi Gulchehra opa erdan qolgan uyda yashaydi. Merosni rasmiylashtirish ishlari uzoq muddatga cho'zilib ketgan va uy hali ham Gulchehra opaning erining nomida turardi. Yangi qonunlarga ko'ra, mulk egaligini rasmiylashtirmaslik soliq masalalarida chalkashliklarga, jarimalarga va mulkni boshqa shaxsga o'tkazishda to'siqlarga olib kelishi mumkin. Gulchehra opaga zudlik bilan merosni rasmiylashtirish maslahat berildi. Kim xavotir olishi kerak? Mulkida qonuniylashtirilmagan qurilmalar mavjud shaxslar, kadastr hujjatlari eski bo'lgan yoki ularni yangilamagan fuqarolar, meros qilib olingan, lekin o'z nomiga rasmiylashtirilmagan mulklar egalari. Kimga xavotir olish shart emas. Mulkining barcha qismlari qonuniy rasmiylashtirilgan va kadastr hujjatlari yangi namunadagi shaxslar. Uchinchidan, kommunal xizmatlar to'lovi va qarzdorlikni undirishdagi o'zgarishlar. Hozirda kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni muntazam va o'z vaqtida amalga oshirish muhimdir. Elektron tizimlar qarzdorlikni real vaqt rejimida kuzatib bormoqda. Qarzni o'z vaqtida to'lamaslik xizmatlaridan uzib qo'yishga, penya hisoblanishiga va sud orqali qarzni majburiy undirishga olib kelishi mumkin. Bu esa mulkni garovga qo'yish yoki bank hisob varaqlariga cheklovlar qo'yishgacha borishi mumkin. Misol 5. Andijonlik Sanjar aka 2 oydan beri elektr energiyasi uchun to'lovlarni amalga oshirmagan. Endi Sanjar akaning elektr energiyasi avtomatik tarzda markaziy tizim orqali o'chirib qo'yildi. U elektr ta'minotini qayta ulash uchun nafaqat qarzdorlikni, balki penya va qayta ulash uchun xizmat haqqini ham to'lashga to'g'ri keldi. Kim xavotir olishi kerak? Kommunal to'lovlarni muntazam kechiktiradigan shaxslar, uzoq vaqt davomida qarzdorlikni yig'ib yurgan fuqarolar, ijarachilar to'lamaganligini nazorat qilmaydigan ijara mulk egalari. Kimga xavotir olish shart emas. Kommunal to'lovlarni har oy o'z vaqtida to'lab boradigan mas'uliyatli fuqarolar. Asosiy qisim 2. Qoidalarga istisnolar, xavf xatarlar va noddiy nuanslar. Har qanday qonunda bo'lgani kabi, ko'chmas mulk qonunchiligidagi yangiliklarda ham istisnolar, xavf xatarlar va noddiy nuanslar mavjud. Istisnolar: soliq imtiyozlari, pensionerlar, va I guruh nogironligi bor shaxslar, urush qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslar mol-mulk solig'idan ma'lum miqdorda imtiyozlarga ega bo'lishi mumkin. Bu imtiyozlar mutlaq emas va odatda mulkning ma'lum bir maydoni yoki qiymati uchun qo'llaniladi. Masalan, pensionerning 1/6 kvadrat metr maydoni uchun soliqdan ozod qilinishi. O'zingizning imtiyozlaringizni aniqlash uchun soliq organlariga murojaat qilish muhim. Ijtimoiy mulk, bolalar uylari, nogironlar uylari, diniy tashkilotlarga tegishli binolar yoki davlat mulki bo'lgan obyektlar soliqdan to'liq yoki qisman ozod qilinishi mumkin. Bu har bir holatda alohida qonun hujjatlari bilan belgilanadi. Noqonuniy qurilishlarni qonuniylashtirishga doir maxsus aksiyalar. Hukumat vaqti bilan o'zboshimchalik bilan qurilgan inshootlarni qonuniylashtirish uchun bir martalik aksiyalar o'tkazishi mumkin. Bunday imkoniyatlarni o'tkazib yubormaslik uchun OAV va DXM e'lonlarini kuzatib borish kerak. Xavf xatarlar. Vaqtida rasmiylashtirilmagan meros. Vaqtida rasmiylashtirilgan meros agar mulk meros qilib olingan, lekin uzoq vaqt rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu soliq qarzlari yig'ilishiga, merosxo'rlar o'rtasida nizo kelib chiqqanda jarayonning murakkablashishiga olib kelishi mumkin. Ba'zi holatlarda mulk davlat tasarrufiga o'tishi ham ehtimol. Faqat og'zaki kelishuvlar, ko'chmas mulkka oid barcha bitimlar faqat yozma shaklda va notarial tasdiqlangan bo'lishi shart.
Agar siz og'zaki kelishuvga erishgan bo'lsangiz, lekin rasmiy hujjatlar yo'q bo'lsa, huquqlaringiz himoyalanmaydi. Firibgarlik mulkning kadastr qiymatini aniqlash va rasmiylashtirish jarayonlarida ba'zi shaxslar firibgarlik qilish holatlari uchraydi. Kadastr hujjatlaringizni juda tez va arzon narxida hal qilib beraman degan takliflardan ehtiyot bo'ling. Barcha rasmiy ishlar faqat davlat organlari orqali amalga oshirilishi kerak. Noodatiy nuanslar: yashash uchun yaroqsiz mulk. Agar mulkingiz yashash uchun yaroqsiz deb topilgan bo'lsa, uni soliqdan ozod qilish yoki soliq miqdorini kamaytirish imkoniyati mavjud. Buning uchun mutaxassislar xulosasi va tegishli hujjatlar talab etiladi. DXMga murojaat qilish kerak. Ijaraga berilgan mulk. Agar siz mulkingizni ijaraga bergan bo'lsangiz, ijara shartnomasini majburiy notarial tasdiqlash talab etiladi. Notarial tasdiqlangan shartnoma mavjud bo'lmasa, siz va ijarachilaringiz ma'muriy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Ijara daromadidan soliq to'lash majburiyati ham yodingizdan chiqmasin. Umumiy mulk egaligi: agar bir nechta shaxs bitta mulkning egasi bo'lsa, soliq majburiyati har bir egaga ularning mulkdagi ulushi bo'yicha yuklatiladi. Lekin qarzdorlik yuzaga kelsa, javobgarlik solidar bo'lishi mumkin. Ya'ni birining qarzini ikkinchisidan undirish ehtimoli mavjud. Shuning uchun barcha masalalar oldindan kelishilgan va nazorat qilib borilishi shart. Amaliy maslahat: tomoshabin nima qilishi kerak? Endi eng muhim qismga o'tamiz. Bu yangi qonunlar sharoitida siz ko'chmas mulk egasi sifatida nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlarni tashlashingiz lozim? Birinchi qadam: mulkingizning kadastr hujjatlarini to'liq tekshiring. O'zingizga tegishli bo'lgan uy, kvartira, yer uchastkasi yoki boshqa ko'chmas mulk obyektining barcha kadastr hujjatlarini sinchiklab ko'rib chiqing. Ular yangi namunadagimi? Maydoni va xonalar soni hujjatlarda to'g'ri ko'rsatilganmi? Agar mulkingizda o'zboshimchalik bilan qurilgan qo'shimcha binolar mavjud bo'lsa-yu, ular kadastr hujjatlarida aks etmagan bo'lsa, bu birinchi navbatda hal qilinishi kerak bo'lgan muammo. Qayerga murojaat qilish kerak? Davlat xizmatlari markaziga DXM yoki kadastr agentligining tuman, shahar bo'limiga. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat. Ikkinchi qadam: mulkingizning kadastr qiymati haqida ma'lumot oling. Kadastr qiymati mol-mulk solig'ining asosini tashkil etadi. Siz mulkingizning yangi bozor qiymatiga yaqinlashtirilgan kadastr qiymatini bilishingiz kerak. Qayerga murojaat qilish kerak? Davlat soliq qo'mitasining rasmiy veb-saytiga soliq kirib, shaxsiy kabinetingiz orqali yoki DXMga murojaat qiling. Soliq organlariga yozma so'rov yuborish ham mumkin. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, mulk hujjatlari. Uchinchi qadam: soliq hisob-kitoblarini tekshiring va agar xatoliklar bo'lsa, e'tiroz bildiring. Sizga kelgan soliq xabarnomalarini diqqat bilan o'rganing. Agar soliq hisob-kitoblarida xatoliklar mavjud deb hisoblasangiz, darhol soliq organlariga murojaat qiling. Sizning e'tirozingizni ko'rib chiqish majburiy. Qayerga murojaat qilish kerak? Davlat soliq qo'mitasining hududiy bo'limiga yoki onlayn shaxsiy kabinet orqali. Qanday hujjatlar kerak? Soliq xabarnomasi, mulk hujjatlari, xato ekanligini tasdiqlovchi dalillar. 4-qadam: kommunal to'lovlar qarzdorligini muntazam nazorat qiling va o'z vaqtida to'lang. Har oy kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishni odat qiling. Buning uchun ko'plab qulay onlayn platformalar mavjud. To'lovlarni amalga oshirgandan so'ng chekni saqlab qo'yishni unutmang. Qayerga murojaat qilish kerak? Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning shaxsiy kabinetlari, bank ilovalari, pochta bo'limlari. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, shaxsiy hisob varaq raqami. 5-qadam: ijaraga berilgan mulklar bo'yicha shartnomalarni rasmiylashtiring. Agar siz mulkingizni ijaraga bergan bo'lsangiz, ijara shartnomasini notarial tarzda tasdiqlashni unutmang. Bu sizni kelajakdagi muammolardan himoyalaydi va qonuniy talabdir. Ijara daromadidan soliq deklaratsiyasini taqdim etib, soliq to'lash majburiyatini unutmang. Qayerga murojaat qilish kerak? Notarius. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat, ijara shartnomasining loyihasi, ijarachining pasport ma'lumotlari. 6-qadam: merosni o'z vaqtida rasmiylashtiring. Agar sizga mulk meros qilib qolgan bo'lsa, meros ochilgan kundan boshlab belgilangan muddat ichida notariusga murojaat qiling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy va huquqiy muammolardan qutqaradi. Qayerga murojaat qilish kerak? Notarius. Qanday hujjatlar kerak? Marhumning o'lim to'g'risidagi guvohnomasi,
sizning pasportingiz, qarindoshlik darajasini tasdiqlovchi hujjatlar, mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar. 7-qadam, mutaxassislardan maslahat oling. Agar sizda savollar bo'lsa yoki vaziyatingiz murakkab bo'lsa, malakali yurist, notarius yoki soliq maslahatchisidan maslahat olishdan tortinmang. Ularning yordami sizni noto'g'ri qarorlardan va ortiqcha xarajatlardan asraydi. Xulosa qilib aytganda, ko'chmas mulk egalari uchun qonunchilikdagi yangiliklar mulkni boshqarish va unga egalik qilish jarayonlariga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan o'zgarishlardir. Ularga beparvo qarash mumkin emas. Mulkingizga oid barcha hujjatlarni tartibga solish, soliq va kommunal to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirish sizning moliyaviy barqarorligingiz va huquqiy xavfsizligingiz garovidir. Unutmang, axborotga ega bo'lish himoyalangan bo'lish demakdir. Umid qilamanki, bugungi ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda bu mavzu bo'yicha qo'shimcha savollar bo'lsa yoki o'z fikr mulohazalaringizni bildirishni istasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Har bir kommentariyangiz biz uchun qadrli. Videoni do'stlaringiz va oila a'zolaringiz bilan bo'lishing, ularning ham xabardor bo'lishlari juda muhim. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.